Xayrlı gün балалар. Bugün biz sizning bilan tamli, tatlı, xush isli rizqlar bilan tanışırбыз. Shig'ilni odatdagicha tabishmoqlarga javob izlawdan boshlarбыз. Birinchi tabishmoq: suv tugil, siyiq, qor tugil, oq. O'ylab qaraylik hali. Ayyi, biyikdiriz, süt. İkinci tabishmoq: o'zi tugarak, o'rni turdarak, ishi to'li ko'zanak, bor narsadan qadrliroq. Ayyi, biyikdiriz, ipi. Uchinchi tabishmoq: it tartqichdan so'g'on bilan itni qo'shib chiqardik. Andan so'ng tabada tamli etib qizdirdik. Biyikdiriz, katlit. Bo'ldirdigiz bolalar. Rizqlarni ko'p turlarga bo'lalar. Masalan, it, süt, qamir ham bolli rizqlar bo'la. Hozir biz sizning bilan har birsi to'rinda ko'proq bilirmiz. It rizqlari ismligina farsh, tovuq ham siyir iti, turli vichina ham kolbasalar, katlitlar kira. Süt rizqlari bo'lib irimshik, süt, kefir, yogurtlar to'ngdirma sanala. Qamir rizqlari ratina ipi, baton, balishlar, turli pechenyelar kira. Bolli rizqlar bo'lib konfet, shokolad, marmelad sanala. Barliq rizqlar da salomatlik uchun foydali. Masalan, süt rizqlari tishlar uchun foydali. Qamir rizqlari uglevodlarga, it rizqlari oqsimga boy. Bolli rizqlar kishining kayfini ko'taradi. Bolalar, aydagiz o'ynab olamiz. Hozir sizning qarshingizda turli rasmlar bo'lacaq. Ham siz qaysi rizq narsadan ishlanganini bilirga tiyish bo'larsiz. Birinchi rasmni qaraylik. Sütdan narsa ishlanar ekan? Katlit, yogurt, ipi mikan? O'ylab qaraylik hali. Ayyi, biyikdiriz. Sütdan yogurt ishlanar. İkinci rasm: it rizqlari ratina qaysi rizq kirmi? Tovuq iti, farsh, to'ngdirma. Biyikdiriz, to'ngdirma kirmi? Uchinchi rasmni qarab o'tik. Qaysi rizqni un qo'shib pishirganlar? Baton, kefir, konfet. Biyikdiriz, un qo'shib batonni pishiralar. Bo'ldirdigiz bolalar. Men sizga tag'in bir o'yin o'ynarga taqdim etam. Qarag'iz hali, haligi rizqlar o'zlarining tuslarini yo'qoltgan. O'ylab qaraylik hali, süt nendey tusda bo'lar ekan? Ayyi, aferin, oq tusda. Shokolad nendey tusda bo'lar ekan? Biyikdiriz, shokolad kiran ham oq tusda bo'lar. Sir nendey tusda bo'lar ekan? Ayyi, biyikdiriz, sari tusda. Bo'ldirdigiz bolalar. Bolalar, bugün biz sizning bilan rizqlar bilan tanishdik. Ularning salomatlik uchun foydali bo'lulari to'rinda bildik. Hozir sog' bo'lishir vaqt kelib jetdi. Sog' bo'ligiz bolalar.